Furqat aka, mana bir necha yillardan beri bizda hujayra darajasida davolash metodikamiz qancha insonlarga juda ham kam miqdordagi dori-darmonlar ishlatib shifo berishiga qaramasdan, ba'zi shifokorlarimiz tomonidan negativ fikrlar bildirilyapti. Ya'ni insonlarni aldamanglar, bunaqa metodika yo'q, bunaqa protokolda kirgizilmagan deb har xil negativ fikrlar bildirishyapti. Mana shunday shifokorlarimizga qanday javob bersak bo'ladi? Men shu shifokorlarimizga shuni aytmoqchi edimki, biz muloqotga ochiqmiz. Shuning uchun agarda sizga qanaqadir shubha tug'dirayotgan savollaringiz bo'lsa yoki bunga ishonmovchilik qandaydir ko'z bilan qarayotgan bo'lsangiz, keling, biz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Shu bilan bir qatorda bizda o'sha programmamiz bor, dasturimiz bor. O'sha agarda sizga bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha dasturlarimiz orqali biz o'qitib, bu qiladigan ishlarimiz to'g'risida ochiq, oydin sizga ma'lumot berishimiz ham mumkin bo'ladi.